Lekin hurmatli vatandoshlar, mashinamiz 60913 YB bo'lgan mashinamizni buni bilishadi. Rasta muxlislari ko'p, olamiz degan ko'p edi. Azizbek degan ukamizga berdik, baraka qildik, mashinasiga barter qildik. Qolganini naqd pul beryapti. Olganga sotganga barakasini bersin. Aka, xudo xolasa yana 1-2 oy ichida mana mashinani bo'lmaganda 12 sib ketish nasib. Xudo xolasa. Bo'ptimi aka? Xursandsiz? Sizni ham, meni ham birov majbur qilmadi. Aka ko'p bo'lamiz. Xudo xolasa. Onu o'chirib aytiring, Hozir yana bitta nima, pauza qilib turing. Aka, mana o'sha mashinamizga mashinani barter qildik Azizbek do'stimizdan. Aka, meni ham birov majbur qilgani yo'q. Olganga, sotganga menga ham barakasini bersin. Uni sizga ham barakasini bersin. 60 600 YB mashinani sizdan biz olib qoldik. 2009. Birov majbur qilmadi. Rost ekanmi? Rost ekan. Ishonarli ekanmi? Ishonarli ekan. Kimga internetda Pro Avto.uzga ham patkiska bo'lib qo'ysin, layklar ayamayligi. Xudo xolasa yo'qotib qo'ymaslik uchun layklarni, patkiskalarni bosinglar. Internetda shu Instagramda, YouTube'da Akbar Shoh Avto.uz deganimiz ham bor. Yozib qo'ysanglar, yarim soatlik, 1 soatlik qancha mashinamiz 100 ta qo'yyapmiz, xudo xolasa. Silkasini profilimizda qoldiramiz. Profilda qoldiramiz. Taylarga nomerlar qo'yamiz. Aka, barakasi. Bor.